Endi Ertaksevar buvijon ustoz kanalining muxlislari bilan uch tulki ertagini o'qiymiz, eshitamiz, xulosa qilamiz va mustahkamlaymiz. Mening ertaksevar do'stlarim, ertak eshitishga tayyormisiz? Diqqat qiling, ko'z oldingizga keltiring va mazmuniga e'tibor bering. Demak, ertakni boshlaymiz. Uch tulki. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda Qashqa nomli quyon bo'lgan ekan. Bir kuni u eshagiga minibdi-da, xottigini ergashtirib, changalzor orqasida yashaydigan xolasinikiga ketibdi. Ariq labida qum-zambarak o'ynab o'tirgan quyonchalar: "Changalzor qo'rqinchli, yolg'iz bormi?" deyishibdi qichqirib. Qashqa ko'nmabdi. Kun qizigan, tush payti ekan. Sho'x xo'tik boshidagi popuklarini silkitib, dirkillar, bo'ynidagi qo'ng'irog'i hadeb jiringlar ekan. Changalzorda ota, ona va bola tulkilar yashar edilar. Qo'ng'iroq ovozini eshitib, ularning quloqlari dikkayibdi. "Qaysar Qashqa kelyapti", debdi bola tulki. "Adabini beramiz", debdi ona tulki. "Men eshagini olib qochaman." "Men xottigini olib qochaman", debdi ota tulki. "Men kiyimlarini", debdi bola tulki. Qashqa changalzorning qoq o'rtasiga yetib kelibdi. Qashqa eshagini haydab oldinda boraveribdi. Charchagan xottik esa ancha keyinda qolib ketibdi. Qashqa ortiga qarayverib, oxiri bo'yni og'rib qolibdi va "Hut-hut-hut" deyaverib charchabdi. Eng oxiri u "Qo'ng'iroq chalinyapti-ku, xottik kelyapti-da", deb bemalol ketaveribdi. Buni ko'rgan ota tulki asta kelib, xottikni bo'ynidan qo'ng'iroqni yechib olibdi-da, eshakning dumiga bog'lab qo'yibdi. Keyin xottikni olib qochibdi. Muyulishdagi daraxtlar orasida birdan ona tulki paydo bo'libdi. U quyondan so'rabdi: "Hoy quyoncha, yakka o'zing qayoqqa ketyapsan?" Qashqa: "Tag'in ayyor tulki xottigimni olib qochmasin", deb shartta qayrilib qarasa, xottik yo'q. "Voy xottikkinam, qayda qolding?" deb birdan yig'lab yuboribdi. "Yig'lama", debdi ayyor tulki. "Xottiging qayoqqa borishini bilmay narigi muyulishda turibdi. Borib haydab kel. Men eshagingga qarab turaman." Qashqa suyunganidan eshakni qoldirib, yugurib ketibdi. "Voy lapashang-ye", deb kulibdi ona tulki va eshakka mina solib qochibdi. Qashqa xottigini topolmay quruq qaytib kelibdi. Qarasa, eshagi ham yo'q. Biram qo'rqib ketibdiki, "Asti qo'yavering, endi o'zimni ham o'g'irlab ketmasalar edi", deb o'ylabdi. Qashqa chopib ketayotgan ekan, ko'l bo'yidagi yig'lab o'tirgan jajjigina tulkichaga yo'liqibdi. "Ey birodar", debdi tulkicha, "sho'rim quridi, bozorga borayotgandim. Bir hamyon oltinim suvga tushib ketdi. Endi nima qilaman? Otam o'ldiradi." "Yig'lama", debdi Qashqa rahmi kelib. "Suzishni bilsang olib chiqib ber, 100 tangasini senga beraman", debdi zorlanib tulkicha. Qashqa: "Eshak bilan xottikning bahosi 100 tanga tursa kerak.
bunga eshak sotib olsam bo'ladi deb o'ylabdi. Bo'pti, debdi Qashqa. U hash-pash deguncha kiyimlarini yechib, suvga sho'ng'ibdi. Murodimga yetdim, deb kulibdi tulkicha. Qashqa oltinni topolmay chiqsa, ko'l labida tulkicha ham, kiyimlari ham yo'q emish. Shu Qashqa changalzordan yolg'iz o'tmaydigan bo'libdi. Mana bolajonlar, ko'rdingizmi, ertagimizda qanaqa qiziqarli voqealar yuz berdi. Ertagimiz ham Qashqani tavbasiga tayanib, bundan keyin yolg'iz yurmaslik, ayniqsa o'sha changalzordan yolg'iz o'tmaydigan bo'lishi bilan yakunlanibdi. Endi xulosani tinglaymiz. Qaysarlik ham yomon odatlardan biri sanaladi. Ko'rdingizmi, Qashqa quyonning holi nima bo'ldi? Do'stlarining so'ziga kirib, bir o'zi o'rmondan o'tmaganida edi, boshiga bunday tashvishlar tushmasdi. Bu odati orqali eshagi, xotigi va hatto kiyimlaridan ham ayrilib qoldi. Agar sizda zarracha qaysarlik odati bo'lsa, albatta undan voz keching. Shunda siz hech qachon kulgili ahvolga tushib qolmaysiz va aldanmaysiz. Ana endi siz bilan birga 3 tulki ertagini savollar bilan mustahkamlaymiz. Birinchi savol: ushbu ertak sizda qanday taassurot qoldirdi? Ana ko'pchilik xayoliga har xil fikrlar kelyapti. Demak, do'stlar va kattalar gapiga kirmaslik, ishonuvchanlik, yomon xulqlilarga aldanish, e'tiborsizlik bular yomon odat ekanligini, Qashqaga o'xshab xato qilmaslik, puxta bo'lish haqidagi bilimlarga ega bo'ldingiz, to'g'rimi bolajonlar? Ana endi ikkinchi savol: Qashqa quyonda qaysarlikdan boshqa yana qanday yomon odatlar bor ekan? Hozir birma-bir eslab yodingizga olyapsiz-a? Demak, yana Qashqa quyonda manmanlik, o'jarlik, shoshma-shosharlik kabi yomon odatlari bor ekan, shundaymi? Uchinchi savolni o'qiyman. Quyonning eshagi, xotigi va kiyimlarini 3 tulki qanday qilib osonlik bilan olib qo'ydi? Demak, 3 tulki o'zaro kelishib, ayyorona reja bilan Qashqaning eshagi, xotigi va kiyimlariga ega bo'lishdi, ha? Siz uni birma-bir ko'z oldingizga keltiryapsiz-a, demak. Ona tulki nima qildi, ota tulki nima qildi va bola tulki qanday qilib amalga oshirganini esingizga oling. Agar eslolmasangiz, ertakni yana qayta qo'yib eshiting. Endi 4-chi savol: 3 tulkining qilgan ishlari yaxshimi? Albatta yomon 3 tulkining ishlari, bolajonlar. Bu faqat hozir bu ertakda hayvonlar ishtirokida berilyapti, lekin hayotda ham shunday holatlar uchrab turadi. Bunday birovning haqqiga xiyonat qilish, ega bo'lish va uni qiyin ahvolga solib qo'yish bu judayam yomon ekanligini, yomon odat ekanligini hammamiz tushunamiz. 5-chi savol: siz quyonning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Ana juda ko'p bilag'on, topag'on o'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz aytishyaptiki, do'stlarimizni gapiga kirardik, do'stlarning gapiga kirish kerak deyapsiz. Yaxshi. 6-chi savol:
qashqa boshiga tushgan ishlardan o'ziga qanday xulosa chiqarib oldi? Demak, bunga oxirgi ertagimiz yakuni shu qashqa changalzordan yolg'iz o'tmaydigan bo'libdi. Xo'p, ana endi eng qiziqarlisi 7-chi topshiriq. Mustaqil hikoya tuzing. Qahramonini o'zingiz tanlang va unda qashqaning yomon odatlarining aksi, ya'ni yaxshi odatlarni aks ettiring. Ertak va tuzgan hikoyangizni solishtiring. Ana ko'rdingizmi? Mana muallif Akmal Najmiddinov bu bilan sizni ijodkorlikka chorlayapti. Demak, siz ham hikoya yoki ertak tuza olishingiz mumkin. Ya'ni bu ertakni boshidagi holatni shunday holatda olib, qashqani keyin do'stlarini gapidan keyin boshqacha yo'l tutishini, o'ziga yoniga sheriklar olib changalzordan o'tishini tasvirlashingiz ham mumkin, bolajonlar. Demak, sizlar ham ertak hikoyalar yaratib ijodkorlikka qo'l urishingiz mumkin. Ertagim sizga ma'qul bo'ldimi, bolajonlar? E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.